abituriyent bo'lsam-u, vaqtim juda kam bo'lsa, yetmaganiga o'rganadigan narsam ko'p bo'lsa va bundan tashqari darajam 0 bo'lsa, aynan mana shu metodikani qo'llardim. Chunki ushbu metodika 100% da ish beradi va yuridik universitetga Jalol ustozingizning natijalarini 30 dan 30 qilgan ham aynan mana shu usul hisoblanadi. Keling, hozir men sizga 1 daqiqada qisqacha tushuntirib o'taman va bu shaxsiy mualliflik metodikamning nomi moddalar kombinatsiyasi hisoblanadi va bu sizga nima beradi? Ya'ni sizning darajangiz 0 bo'lsa ham, hattoki 1 oyning ichida 4 ta manbani baravar ko'tarish, o'zlashtirish imkoniyatini beradi sizga. Ya'ni konstitutsiya, darslik, kodeks va qonun. Va aynan shu to'rala manbani siz 1 oyda baravar ko'tarish orqali bemalol yuqori ko'rsatkichni ko'rsatsangiz bo'ladi. Keling, qisqacha ko'rib chiqamiz. Aytaylik, konstitutsiyamiz. Konstitutsiyamizning 65-moddasida O'zbekiston iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakldagi mulk tashkil etishi ko'rsatib o'tilgan. Va siz 10-sinf darslikka tushadigan bo'lsangiz, u yerda 3-bobi fuqarolikka bag'ishlangan va fuqarolik kodeksidan moddalar keltirilgan. Ya'ni 167-modda. U yerda ham aynan mana shu so'z, ya'ni mulkni xilma-xil shakli, mulk shakli 2 ga bo'linishi ko'rsatib o'tilgan. Mana, ya'ni xususiy mulkka va ommaviy mulkka. Va biz 3-o'ringa keldik. Mana qarang, konstitutsiya, darslik va kodeksga tushdik. Ana endi kodeksdan fuqarolik kodeksining 207-moddasi xususiy mulk, 213-moddasi ommaviy mulk va aynan hozir darsligingizni chiqarib o'tamiz. Adashmasam 75-76-betlarda ko'rsatib o'tilgan shu chizma ommaviy mulkni o'zi davlat mulki, fuqarolik kodeksining 214-si, munitsipal 215-moddada aks etgani va umumiy mulk fuqarolik kodeksining 216-moddasida ko'rsatilgan. Va buni jinoyat kodeksiga bog'laydigan bo'lsak, jinoyat kodeksining 10-bobi o'zgalar mol-mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq jinoyatlar belgilab ko'rsatilgan bo'lib, 164-moddadan boshlanadi. Ya'ni bosqinchilik, talonchilik, tovlamachilik, firibgarlik, o'g'rilik va hokazo. Aynan mana shu moddalar kombinatsiyasi orqali siz qarang, konstitutsiyadan boshladingiz, darslikka tushdingiz, 10-sinf darsligi 3-bob, undan keyin fuqarolik kodeksiga o'tdingiz, undan keyin jinoyat kodeksiga o'tdingiz va 1 oyda parallel ravishda 3 ta manbani ko'tarish imkoniyati bo'ladi va bu sizni chalkashtirib yubormaydi, chunki ma'no mazmun bitta zanjir orqali harakatlanyapsiz. Va buni to'liq variantini ko'rish uchun izohlarda metodika so'zini yozib qoldiring. Biz sizga mana shuni to'liq tushuntirilgan video darsligini havola qilamiz.